Va nihoyat o'sha Chorvoqda ko'pchilik kutgan mashhur Alanya dachamiz ochildi o'rtoqlar. Dacha ustiligi bugun birinchilardan bo'lib shu dachani obzorini qilib beradi. Ketdik. Siz bu dachaga birinchilardan bo'lib kelishingiz mumkin. Eng zo'r narsalar ishlatilgan qaranglar. Zimniy basseyn, saunalar juda ham o'zgacha. Yangi yillarni shu joyda bemalol mehmoningiz, oila a'zolaringiz bilan kutsangiz, umuman uyaltirmaydigan joy o'rtoqlar. Qaranglar. Hamma narsa yangi. Birinchilardan bo'lib shu dachaga tashrif buyurgan mehmonlarimizni Dacha.uz bilan birinchi kontent kutyapti o'rtoqlar. Obzorni batafsil sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi yotoqxona do'stlar qaranglar, qanaqa sharoitga ega, televizorlari, o'zini ichkarida sanuzellari juda ham chiroyli. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimiz do'stlar, professional karaoke, PlayStation'larning eng oxirgisi. Bilyardlarni qaranglar, qanaqa chiroyli va 10 ta professional kompyuterlar sizlarni kutib turibdi o'rtoqlar. Undan tashqari nastolniy tennis va bolajonlar uchun bu xonani bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Siz maza qilib dam olasiz. Bolalaringiz bo'lsa, mana bunaqa plashatkada maza qilib o'ynashadi. Undan tashqari mana bu xonaga e'tibor beringlar o'rtoqlar. Qaranglar. 20 ta odamga bemalol joy bor. Ikkinchi qavatdagi yotoqxonalarimizni ko'rib chiqamiz. Yotoqxonalarimiz juda ham zo'r do'stlar. Bu xonalarning hidini o'zi bir ajoyibdi. Chunki yangi dacha bo'lgani uchun mazza qilib dam olasiz. Hamma sharoiti bor. Juda ham lyuks premium dacha o'rtoqlar. Bu joydan mazza qilib tabiat tomosha qilasiz. Terrasa qismi o'rtoqlar. Dachamizga 20 ta odam bemalol sig'adi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Narxlarni juda ham zo'r qilib beramiz deyapti. Do'stlaringiz yoki oila a'zolaringiz uchun yangi yilga eng zo'r sovg'a shu bo'ladi do'stlar.